Informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Dastur taqdimoti bilan studiyada Nargiza Xayrolayeva. O'zbekgidroenergiya aksiyadorlik jamiyati kadrlarini qayta tayyorlash va o'quv markazi direktori Bobur Karimov intervyusi. Boshqarma raisimiz tashabbuslari bilan gidroagregatlarni avtomatik boshqarish tizimi stendi xarid qilindi. Bu stendni xarid qilishimizdan maqsad xodimlarni har oylik, har yillik, choraklik bo'yicha xodimlar soni hisob-kitob qilingan. Oladigan bo'lsak, har oyda 35 nafar gidroagregatlarni avtomatik boshqarish tizimi xodimlarini malakasini oshirish ko'zda tutilgan. Filiallarda faoliyat ko'rsatadigan xodimlar markazga kelib, shu bilan birgalikda 3 etapda birdaniga vaziyatlar markazi bilan birga bog'lanadi. Xodimlarni ishlash jarayonlari tartibi bilan birgalikda tanishadi va shu xodimlarni stendimiz orqali GESlarda bo'lib o'tadigan faoliyatlarini turlari bo'yicha misol qilib oladigan bo'lsak, 40 dan ziyod yo'nalishlari, kamchiliklarni shu stendimiz orqali xodimlar bartaraf etadi. Bu ertaga yoki yangi keladigan xodimlar GESga ishga borishda hech ikkilanmasdan GESlarni, agregatlarni ishlatish faoliyati bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashga olib keladi bu.